kavuşmagan O'zbekiston Respublikasi Qashqadaryo viloyati Kasbi tumani Qamashi shaharchasida yenida e'zoz topgan, go'zal el ishida baxtini topgan Norboy aka Niyozovlarni o'g'loy va mana uylarda yaxshi kun, yaxshi an'ana chiroyli tantana. Internet vositasida tanishib, do'st bo'lgan mana bir yaqin do'stim Azizjonning bugun xonadonida qolaversa, avvalambor Norboy akamning xonadonida, yangamning xonadonida bugun mana yaxshi kun. Uni ham sababchisi bo'lgan mana ukalari bugun nikoh to'ylari qolaversa, farzandlarini, ukalarini farzandlarini sunnat xatna to'ylari. Alloh ilohim muborak bo'lsin bu xonadonga. Ata-oğlumning molim boqdim baharda. Yer izingni osmonda. Simoya ushim yere qaydasa. Mush qilib hammani nokas so'ng so'zimdan tana boshladi. Avvalambor assalomu alaykum. Hurmatli uzoq yaqindan kelgan mehmonlar, mezmonlar. Xush kelibsizlar, Niyozovlar. Sulolasida bugun ajoyib kun. Yaxshi to'y. Aziz aka o'zi muxlis emas bu, ko'taray. Hey. Muxlis emas bu yoq Shinavanda. Muxlis bilan Shinavandaning farqi bo'ladi. Muxlis bevafo. Shinavanda shu 50 yildan keyin ham paloncha mana ashulachim shu zo'r deb turadi. Muxlis bevafo bo'ladi. 10 yil, 15 yildan keyin bir yoshrog'i chiqib kelsa shunga muxlislik qilib ketaveradi. Shu Aziz akani men Shinavanda deb bilaman. Hech qachon san'atga bo'lgan Shinavandaligingiz o'lmasin. Jiyanchani kamolni ko'ring. Va to'ylar muborak. 63 yoshlik payg'ambar to'ylari. Guruhlar taniyashga kiring iloyim. Shu ketganing kelmaysan ey to'rt hafta bir oy bo'ldi. O'rning yetti oy bo'ldi. Dilga ketsa yo'ldi. Shu ketganing kelmaysan ey to'rt hafta bir oy bo'ldi. Shu ketganing kelmaysan ey to'rt hafta bir oy bo'ldi. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, mezbonlar. Mana bugun bizlarni mana shu Qamash elimizda, Xolliqi mahallamizda bir juda ham mana shu Niyozovlar xonadonida bu orzu qiladigan to'y bo'lyapti. Chunki nima deganda biz ham o'zimiz sulolamizda to'y bo'layotganda ammamnikida mana shu O'zbekistonimizga mashhur bo'lgan san'atkorlar masalan kelib bu yerga kelishyapti, u yerga borishyapti, almashib shu san'atkor u yoqda, bu yerda ham kuylayapti. Ana shu boya aytdilar akamiz Xudo nazar qilgan yigit ekansiz deb. Aziz aka sal o'zi injiqroqda, lekin telefonlarini ko'tarmay o'zi surpriz qilib kelaman dedim, bilib qoldilar kelganimizni. Jonimni sog'inaman, otajonimni. Dardingni so'zidir, har damda o'zgarmayman. Nozinining nozini bir nazina bermayman. Yaqinga qul bo'ldim darga oxinga. Quloq solmay oximga o'ldirib qo'ya qo'yimdi. Sen qachon pardozingni ko'rangda, ikimiz yo'g'isangda, ina chiqardi ko'changda, men ko'changda. Pardozingni ko'rangda, ikimiz yo'g'isangda, ina chiqardi ko'changda, men ko'changda.
getireyinde Ülkemiz yok üsteyinde Yine çıkardı köçeyinde ben köçeyinde